Assalomu alaykum aka-ukalar. Kunimizga 10-avgust bu mashinamizga ham izzat termiz qilib berganmiz. Bu mashinaga qilingan ishlardan bir boshdan tushuntiramiz. Salonlar yangi olib chiqqan ekanlar. Endi 80 km yuribdi. Rol shkol tikilgan, ashibkalarni qilib berganmiz. Poli, chexol, ponni shumkalarini qilib ichki holatlari ballargacha qo'yib berganmiz. Xo'p, izzat termizga furgonini qilib berganmiz. Orqa holatlarda keladigan bo'lsa, gabaritni chiroqlar qo'yib berganmiz tepalariga. Bu furnituramiz har doimgidek qilib kalitli. Ichki holatga keladigan bo'lsa, ichki holatlari plafon chiroqlarigacha qo'yib berganmiz. O'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Ichki holatlari xuddi shunday. Qoliga narsa zarar bastdilar, qoliga hech narsa qilmadi. Ichki holatlari xuddi shunaqa bo'ldi. Nomerlarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda. Kimga shunday xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Chiroyli sifatli qilishlar bitkazib beramiz, xudo xolasa. Mashina ham olov bo'lib chiqdi.